Keçiranlar vatandaşlar. Bugünkü liksiyelerimizde başlayımız. Liksiyelisi acil özü. Bugünkü İslah 2022 8. ayının 14. günü vatandaşım. Sizler bugün sözleydiğin liksiyelerde vaziyetini etsek mesela hazır beskip kaldığı değil. O çap jıkıtla, kırgörle hazır beskip kaldığı değil. Lakin bir noktada merkezleşti. O nime? Beijing'de bir dakika yerine kandak buluvatıdı diyen mesele. 20. kurultay, 10. ay sekreter bulup sayılandı, padişah bulup sayılandı, yakır reis bulup sayılandı Xi Jinping. Mesele şununla merkezi şivatıdır. Bugün 13. günü yetip gelgen Johnson Cebilis'le buna haberdi mındak değildi. Bir dakika yerine Xi Jinping'in kayta sekreter bulup sayılanışına karşı Cumhuriyet Partiyası'nın yukarı derecelik emeldarlarının kollektif iradesi gövdelendi. Johnson YouTube 8. ayının 13. günü. Yani karıştırıcılar hazır kollektif irade dedi. Bakın Reis Xi Jinping'in partiya kurultaydı yani kayıt sekreter bulup sayılanışının yolunu itivetti demekti vatandaş. Şu doğru bugün bir makale kepti mesela Van Vitor bitede makalının yazılış üslubunda kattık emez. Mütedil Xitaylarının birisi olsa gerek. Bunu da başı gepmi yok. Demek ki boğunuz bu sekreter bab sayılanmadı diyen meseleyken ben vatandaşlarım o şunu yetkizme vatandaşlarım. Mavzumunda Cumhuriyet Partiyası tehe Xi Jinping'in ailevi partiyasıga aylanalmadı. Cumhuriyet pişqadamları 20. kurultay toğrusida gap qilishga başladı. Mavzula xabar 8. ayının 13. günü ben bir torbitide ilan qilindi. Xabar mundaq başladı. Yaqindan beri Cumhuriyet Partiyasının BDH yığını toğrusida xabarlar torbettirdi o'ttirga chiqishga başladı. 20. kurultayını kandak orlaştırış meselesidir. Meyli tüzüm içinde ve tüzüm sırtıda bolsun, meyli devlet içinde yakı devlet sırtıda bolsun, obzarçılar mundaq hesaplıdır. Bu kadar 20. kurultayını orlaştırış, hukuk ötküzüp eleş, allakaçan Xi Jinping'in alkanağı merkezleşti. 5 yıl ve onundan uzun vazifeye oturuş, şüphesizdir değişti bazılar. Yine başka tahlilçiler mundaq görüştü. Xi Jinping 20. kurultayının yönelişini belgilemekçi bolsa, avval bir oldingi şartni tamamlaşı lazım. Yani o bolsa mı Cumhuriyet Partiyasını Xi Jinping'in ailevi partiyasıga aylandırışı lazım. Lakin hazırgacha Cumhuriyet Partiyası hiç kaçan Xi Jinping'in ailevi partiyasıga aylanıp kalgını yok. Van Vitor bitinin başkurucusu Şehwa, Cumhuriyet Partiyası tehe Xi Jinping'in ailevi partiyasıga aylanıp bulalmadı, mavzuluk makalesi de mundaq görsetti. Beijing, Nancy Pelosi Avam Palata başlığı Amerika Koşmuş Ştatları, Avam Palata başlığı Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret kılıp qaytqandan keyin özgürüş intayın nazuk ve intay sezgür bulup ketdi. Muşu 10 gün içinde vaziyetinin yönelişide zor özgürüş yüz berdi. Burunqa qattiqlashib ketish hazır 180 gradus aylanıp yumshoqlashishga o'zgardi. Jungo uchun aytganda da'vatiga bunda benormal ifodaning o'tirg'i chiqishi Xi Jinping'ning bedaha yig'inida huquq o'rnining shikastlanganligiga vakillik qila olmasimi? Lekin Xi Jinping'ning yo'l qo'yish alomatlari ko'rilishga boshladi. Torbetlarda yetib kelgan xabarlarga asoslanganda BDH yig'inida Xi Jinping'ning rahbarlik iqtidori to'g'risida ko'p so'zlar so'zlandi. Ko'p so'zlar bo'lindi va qattiq tanqid qilindi. Masalan, peshqadamlardan 105 yoshli Song Ping
Sen dadan yüz gelelmeysen dedi. Hu Jintao dedi ki sabık reis peshqadamlar sebepsizla ölüp tügümesi gerek dep oturup koydu. Yakında su Şanghay deydigan bir eylem var, bilisizmi ismini elip durmadılar. Su Şanghay doğrusu söz degende 70 yaştan dedim o 60 yaştan aşkan, 70 yaştan aşkanmış ardaki kayralarını bırakla tazlı bitiş. Şanghay'da yolga koyuldu degende bir gapni qildim, men onu sizlarga ayrımlik siyaqlab so'zlamadim. Bugun Hu Jintao shuni tilga elib, peshqadamlar va qarilarning tuyuqsizla ölüp ketmesligini o'ttirib qo'ydi dedi. Sabık vazir Wen Jiabao, sen Fransisko bo'lalmaysan dedi. Buning ma'nosi qari jamiyat kuchlari va qonunsuz vositalardan foydalanib hukukni yakki egallab, mustabitizm hukmronligini uzungacha davomlashtirolmaysan deganlik edi. Amaliyotda Fransisko degan 1936-35 yillari hozirgi Ispaniyada siyosiy hokimiyatga chiqib qonli qirg'in boshlagan odam. Bak shu vaqt Sovetlarning Stalinning yordamiga qo'llashig'i erishgandek bir tarafim bor deyman. Fransisko Ispaniyaning jallodi mustabitiz edi. Bak Ikkinchi Dunyo urushining qo'zg'ilishiga ma'lum darajada rol o'ynagan odam ispaniyalik bu faşist yoki bu mustabid zo'r qirg'inchilik qilgan odam. Hozir bugun deydi, Wen Jiabao neydi? Sen sabın Fransisko bo'lanmaysan Ispaniyadagi mustabid uzungacha davomlashmaydi sening huquqingda Xi Jinping shunday deyapti. Ayni chaqda yuvanishgani uchirib maqtagandek. Xi Jinping podshoh bo'lishga umid borliqqa ishonadigan bo'lsa, birinchi qatim bidahi yig'inida o'zining qayta partiyaga sekretar bo'lib saylandiganlik o'ttirib qo'ygan bo'lsa, bu qaror, bu loyiha qarshi turishga uchirmadi. Bu taraf ochiq emas deyilgandimi? Masalan, Xi Jinping bidayhida men saylanman degan bo'lsa, uningga qarshi turadigan hech qanday ovoz bo'lmasa-mu, lekin qo'llovchilarni o'ttirib chiqmadi. Qo'llaymiz deydigan bir odam o'ttirib chiqmadi deydi. Mushuning o'zi bu torbatları tarqalishga boshladi bu xabar. Qo'llamaslik albatta qarshi turishga taalluq edi. Demak, sen reis bo'laman, sekretar bo'laman desang, men seni qo'llashim kerak. Qo'llamadim, demak men sen qarshi turdim. Sukut tutirib qarshi turdim deganlik. Yaqinki kunlardan biri matbuotda yuqori o'rinda turib olgan tashviqot munbirini egallab olgan ustodlar deb xitob qilindi maqolada. Har holda o'zinglarning orqishik qoldirib qo'yishni unutib qolmanglar, o'zinglarga orqishik qoldirib qo'yishni unutib qolmanglar dedi. Men yuqorida sizlarga dedim, Jiang Xinjiang dedim. Jiang Xinjiang bugun bir xabar ko'rsatdi. Bu xabar haqiqatan agar shunday bo'lgan bo'lsa, bu zo'r o'zgarish, nima? Römürübao xalq gazeti islohotni adoqcha davomlashtiramiz va bu kuchni kuchaytirishimiz kerak deb bosh mavzu qo'yib maqola e'lon qildi. Chunki Reis Xi Jinpingning chaqirig'i islohot qarshi o'zgarish qarshi o'zgartish qarshi Deng Xiaoping yo'li qarshi bu 12 yil Xi Jinpingning qilgan ishi shu. Endi Römürübao'ni islohotni davomlashtiramiz deb o'tirib qo'ygan mavzuliq xabari yak maqolasidan qaraganda bu qatim bidahi yig'inning umumiy kayfiyati ahvoli Xi Jinping uchun ancha yaxshi bo'lmasa kerak vatandoshlar. Agar bundoq o'zgarish bo'lgan bo'lsa, siz ishoningki, Jungo Kompartiyasi ichida Amerika qarshi birinchi kuch, ya'ni Xi Jinping huquqdan va saylandan qilib qolgan bo'ladi. Undan keyingi Jungoning vaziyati undan keyingi vaqtga taalluq etadi.